Assalomu alaykum aziz obunachilar, mazali taomlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun choy bilan ichishga oddiy pechenyelar tayyorlaymiz. Oddiy va oson usulda tayyorlanadi. Bizga 100 gram xona haroratida turgan yumshoq sariyog' yoki margarin kerak bo'ladi. Kattaroq idishimizga solamiz. 2 dona tuxum solamiz. 1 stakan shakar solamiz. 200 gram shakar ishlatdim. 5 osh qoshiq o'simlik yog'ini qo'yamiz. Yarim choy qoshiq vanilin, 1 chimdim tuz solib, venchik yordamida masalliqlarimiz yaxshilab bir-biriga aralashib, bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Masalliqlar bir-biriga yaxshilab aralashtirilib, videoda ko'rsatilgandek bir xil massa bo'lishi kerak. Endi 3 stakan un solamiz. 450 gram un ishlatdim. Unga 1 choy qoshiq razrixli chil solamiz. Birinchi lopatchka yordamida xamir qo'yiq holatga kelguncha aralashtirib olamiz. Xamir qo'yiq holatga kelgandan so'ng esa qo'limiz bilan xamir qorib olamiz. Xamir qo'lga yopishmaydigan holatda bo'ladi. Qo'limizga endi oz-ozginadan olib, dumaloq shaklda tayyorlab olamiz. Va dumaloqlangan xamirni qo'limiz bilan ozgina bosib olamiz. Xamir o'rtasini qo'limiz yordamida ozgina chuqur qilib olamiz va kichkina qoshiqcha yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib pechenyelarga bezak berib chiqamiz. Qolgan pechenyelarga ham xuddi shu usulda bezak berib tayyorlab olamiz. Hammasini tayyorlab olib, qolipga joylashtirib olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 20 minut davomida pechenyelarni pishirib olamiz. Pechenyelarimiz mana tayyor bo'ldi. Pechenyelar ustiga xohishga ko'ra shakar upasini sepishimiz mumkin. Ishlatgan masalliqlarimdan 20 dona shunaqa pechenye chiqdi. Pechenyelar qattiq bo'lib qolmaydi, yumshoq va mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha.